Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan promptlar orqali rasm generatsiya qiladigan saytlardan eng sifatlisi va mutlaqo bepul bo'lgan saytni o'rganamiz. Videoni boshlashimdan oldin videoga bitta like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda keyingi qiziqarli videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Demak, eng birinchi prompt yozishni boshlaymiz. Promptni qayerdan olishimiz mumkin? Biz Google ga kirib olamiz va Google ga biz Google Translate degan saytdan foydalanamiz. Bu yerga inglizcha, o'zbekcha qilib yozib olamiz. Misol ketdik. Sariq mushukcha dalada aylanib yuribdi. Bo'ldi. Biz buni inglizchasini kopiya qilib olamiz va yana o'sha Google saytiga kiramizda buni o'chirib tashlab, bu yerga Piclumin deb yozamiz. Pic deb yozsam, men Piclumin AI kelib chiqadi. Sababi men bundan doim foydalanganim uchun mendan birinchi bo'lib chiqarib beraman. Birinchida turgan Piclumin AI ga kirib olamiz va bu yerdan biz Generation for Free, ya'ni bepul yaratish degan tugmani ustiga bosamiz. Va mana bu yerda 4 x1 degan format turibdi. Bu yerdan biz shorts formatini tanlab olamiz 9 ga 16 va tasviringizni tasvirlab bering. Biz boya kopiya qilib olgan matnimizni inglizchasini bu yerga tashlaymiz va mana bu jo'natish belgisini bosamiz va ozroq kutamiz. Mana azizlar, bizning promptimiz, bizning rasmimiz deyarli tayyor bo'ldi. Eng qizig'i, bu sayt mutlaqo bepul. Xohlagancha prompt yozib, xohlagancha rasm generatsiya qilishlaringiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa yana bir bor like bosishni unutmang, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Fikringizni esa kommentariyada bo'lishing.